O'zbekiston musulmonlari idorasi hamda din ishlari bo'yicha qo'mita bilan hamkorlikda o'tkazib kelinayotgan namunaviy amaliy tadbirlarning navbatdagisi 5-noyabr kuni Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanida o'tkazildi. Tadbirga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin domla Ishonqulov boshchilik qildi. 5-noyabr kuni O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosarlari Zayniddin Ishonqulov, Obid Qodirov, idora bo'lim boshliqlari Islomiddin Zuhriddinov hamda Muzaffar Kamolovlar viloyatimizda xizmat safarida bo'ldi. Tashrif davomida Buxoro viloyati vakili Jobir Elov bilan Buxoro shahridagi Mir Arab oliy madrasasi, Mir Arab o'rta maxsus islom bilim yurti va Jo'ybori Kalon o'rta maxsus islom bilim yurtlarida tahsil olayotgan talaba yoshlar bilan uchrashdi. Uchrashuv davomida yoshlarni qo'llab-quvvatlab, ta'lim tarbiyasining rivojlanishiga katta e'tibor, keng imkoniyatlar berilayotganligi, ustoz va talabalarga barcha shart-sharoitlar yaratilganligi, prezidentimiz tomonidan yaratilayotgan ushbu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib, yurtimiz kelajagi uchun o'qib bilim olish va qadriga yetish zarurligi haqida suhbatlashildi. Bilim yurtidagi Qur'on va tajvid kursi faoliyati bilan ham tanishildi. G'ijduvon tumanidagi Abduxoliq G'ijduvoniy jome masjidida peshin namozini o'qib bo'lgandan so'ng Buxoro viloyati vakilligi ish faoliyati bilan tanishdi. Buxoro viloyati vakilligi va Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan Buxoro shahridagi Muruvvat uyi tarbiyalanuvchilariga 100 dona o'g'il qizlar uchun qishki kiyim-kechaklar olib berildi. Uchrashuv so'ngida Alloh taolodan Muruvvat uyi tarbiyalanuvchilariga va mehnat jamoasiga mustahkam sog'lik, oldindagi ishlarda muvaffaqiyatlar tilab, ezgu duolar qilindi. Uchrashuv mehr-muruvvatga muhtoj tarbiyalanuvchilar qalbiga shodlik, quvonch bag'ishladi. 5-noyabr kuni Buxoro viloyati Buxoro shahridagi Mir Arab oliy madrasasida o'tkazilgan tashkiliy yig'ilishda Buxoro viloyati vakilligi rahbariyati, shahar va tuman bosh imom xatiblari, otinoylar hamda Haj 2025 ziyoratchilari va mahalla raislari taklif qilindi. So'ng shahar va tuman bosh imom xatiblaridan tarkib topgan ishchi guruh tuzildi. Ishchi guruhning vazifalari taqsimlab berilib, Zayniddin Ishonqulov amalga oshirilgan ishlar ko'lami hamkorligining muhim jihatlarini tushuntirdi. Maqsad imom xatibning ma'naviy-ma'rifiy hamda masjidni boshqarish yo'nalishlaridagi faoliyatini yaqindan o'rganish, ular bilan birgalikda namunaviy tadbirlar o'tkazish, ularga amaliy ko'mak va maslahat berishdan iborat ekanligi ta'kidlandi. Ishchi guruh faoliyatining asosiy yo'nalishlari sifatida imom xatib hamda Haj 2025 ziyoratchilarini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga faol jalb etish ishiga ko'maklashish, namuna sifatida ishtirok etish, imom xatibning ustav asosida masjidni boshqarish faoliyatini hamda hujjat yuritish ishlarini yaqindan o'rganish, maslahat va ko'mak berish, imom xatib uchun namuna tarzda peshin namozi vaqtida masjidga kelganlarga dolzarb mavzuda ma'ruza qilib berish belgilandi. Shu maqsadda ishchi guruh a'zolari G'ijduvon tumanining 6 ta masjidi va 20 ta mahallasiga biriktirildi. Ishchi guruh a'zolari hamda imom xatiblar o'zlariga biriktirilgan mahalla hududidan Haj 2025 ziyoratchisini ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarga jalb etdilar. Birgalikda mahallaning 130 ta xonadonlarga kirib, u yerda yashayotganlar holidan xabar olindi. Ularning muammolari o'rganilib, taklif, fikr va mulohazalarini tingladilar. Imom xatiblar 10 toifaga mansub 106 ta oilaga ma'naviy-ma'rifiy targ'ibot hamda amaliy yordam tadbirlarini olib bordilar. Jumladan er-xotin, aka-uka, ota-bola, qaynona-kelin o'rtasidagi kelishmovchilik va janjallar sababli notinch bo'lgan 12 ta oila o'rganilib, ularga nasihat qilindi. Notinchlik sabablarini bartaraf etish, arazlashganlarni yarashtirish choralari ko'rildi. Bitta yod g'oyalar ta'sirida bo'lgan fuqaro va ularning oila a'zolari bilan ma'naviy-ma'rifiy suhbat o'tkazilib, yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, ta'kidlab aytganda, inson qadri buyukligi haqida suhbatlashildi va tushuntirish ishlari olib borildi. 4 ta jazoni ijro etish muassasasidan ozod bo'lgan fuqaro bilan inson qadri mavzusida suhbatlashildi. 13 ta holatda oilaviy ajrimlarning oldini olishga harakat qilindi va yetimlikning jamiyatimiz uchun salbiy oqibatlari haqida tushuntirildi. 53 ta kam ta'minlangan oilalarga oziq-ovqat mahsulotlaridan moddiy yordam ko'rsatildi. Ular orasida o'ta nochor bo'lganlarning moddiy ta'minotidan xabardor bo'lib turish rejalashtirildi. Homiylarni tuman kesimida biriktirish masalalari ko'rib chiqildi.
Yurtimizdagi yomon illatlardan biri bo'lgan ichkilikka ruju qo'yish borasida ichkilikka berilgan 17 ta oiladan xabar olinib, asli qadriyatimizda bu illatning nomaqbulligi tushuntirilib, sog'lom turmush tarziga qaytish bo'yicha tavsiyalar berildi. Ikkita chet davlatda vaqtincha mehnat qilayotgan mehnat migrantlarining oila a'zolari bilan suhbat o'tkazilib, noqonuniy diniy oqimlar ta'siriga tushib qolishining oldini olish, rasmiy diniy manbalarga murojaat qilish bo'yicha tushuntirildi. Nogiron va kasalmand fuqarolar yashaydigan 35 ta oilalarga kirilib, ulardan ko'ngil so'raldi. Davolanish va dori-darmon uchun moddiy yordam ko'rsatish rejalashtirildi. Tashrif davomida yurtimiz faxri bo'lgan 4 ta yoshi katta nuroniy otaxon va onaxonlarimizni holidan xabar olinib, yurtimizning tinchligi, xalqimizning farovonligini tilab duolari olindi. Masjidlardagi imom xatiblar faoliyati ham o'rganildi. Jumladan, ustav asosida ish va hujjat yuritish, jamoani boshqarish, masjidni toza va ozoda saqlash, unda qulay sharoitlar yaratish jihatlari o'rganib chiqildi. O'rganish natijasiga ko'ra 4 ta masjid imom xatibi faoliyatiga a'lo, 2 ta masjid imom xatibi faoliyatiga yaxshi, ijobiy tarzda baho berildi. Ishchi guruh a'zolari o'zlariga biriktirilgan masjidlarda peshin namozini ado qilib, yig'ilgan qavmga tinchlik ne'mati, shukronalik, yosh avlod tarbiyasi, yot g'oyalar ta'siridan saqlanish, missionerlik, isrofgarchilikning oldini olish, bid'at xurofotlarga chek qo'yish kabi dolzarb mavzularda ma'ruza qilib berdilar. Ma'ruzalarda 1,5 ming nafardan ortiq tinglovchi namozxonlar qamrab olindi. Tadbir davomida O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbariyati G'ijduvon shahridagi Abduxoliq G'ijduvoniy jome masjidi va tuman hududidagi 5 ta masjid atrofiga manzarali va mevali daraxt ko'chatlarini ekdilar. Shuningdek, O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Zayniddin Eshonqulov kuz va qish mavsumiga ham tayyorgarlik ishlari bo'yicha so'zlab, unda Buxoro viloyatida 107 ta masjiddan qozonxonasi mavjudlari soni 67 ta bo'lib, 3 tasi ko'mir va o'tin bilan, 10 tasi tabiiy gaz, 54 tasi elektr va tabiiy gaz bilan isitilishi, ushbu masjidlarning barchasini qozonxonasi binodan tashqariga olib chiqilgani, 64 ta masjid ba'zi kamchiliklar sabab gaz tarmog'idan uzib qo'yilgani, hozirgi kunda 11 ta masjid gaz tarmog'iga qayta ulangani, 54 ta masjid hokimiyat ruxsatini kutib turgani, qolgan 4 ta masjid elektr energiyasi bilan isitilishi, 99 ta masjidning barchasida quyosh panellari hamda 11 ta masjidda geokollektor o'rnatilganligi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Obid Qodirov mehnat migrantlari va ularning oila a'zolari bilan muloqotni muntazam yo'lga qo'yish, kadrlar masalasida e'tiborni kuchaytirish, O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'atidan chaqirilgan juma tezislarini mavzusidan chiqmagan holda qo'shimcha adabiyotlardan foydalangan holda boyitish, haftaning dushanba va payshanba kunlari fiqh va aqidaga oid ixtilofli masalalar yechimi kitobidan farz namozlarida ma'ruzalar qilish haqida O'zbekiston musulmonlar idorasi nazorat va taftish bo'lim boshlig'i Islomiddin Zuhriddinov masjidlarda ish yuritish hujjatlarini takomillashtirish, ehson qutilaridagi tushumlarni komissiya a'zolari ishtirokida dalolatnoma asosida bankdagi hisob raqamlariga kirim qilish, shar'iy nikohni rasmiy FXDYO bo'limi guvohnomasiga asosan o'qish, to'y va ma'rakalarni ixchamlashtirish, janoza marosimlarida bid'at xurofotlarga chek qo'yish. O'zbekiston musulmonlari idorasi masjidlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Muzaffar Kamolov mavjud mahallalarga barcha imom xatib va imom noiblarni biriktirish, mahalla yettiligi bilan hamkorlikda ishlarni yo'lga qo'yish, yuqori tashkilotlardan berilgan har qanday topshiriqlarni vaqtida bajarish, gaz tarmog'iga ulanmay turgan 54 ta masjidni gaz tarmog'iga ulash choralarini ko'rish, juma tezislarini chekka hududdagi masjidlarda o'z vaqtida yetkazib berish, oyat va hadislardan misollar keltirib ma'ruza qilish, kiber jinoyatchilikning oldini olish haqida o'z ma'ruzalarida aytib o'tdilar. Tadbir so'ngida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilinib, G'ijduvon tumani masjidlaridagi kamchiliklarni bartaraf etish, imom xatiblarning ma'naviy, ma'rifiy hamda masjid faoliyatida kuzatiladigan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ko'rsatma va tavsiyalar berildi.